La ilahe illalloh Muhammed Rasulullah. Şehade la ilahe illalloh. Şehade Muhammed abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, o'rtoqsiz musulmonlari. Mana bugun juma kunlaring bilan tabriklayman. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunlari mana nishonlanmoqda. Endi men sizlarga aytmoqchimanki, mana shunday kunlarga biza fitna zamonlarga keldik. Fitna zamonlarga uyga jim o'tirish kerak. Jim o'tirgan bilan nima qilasan? Internet zamoni bo'ldi. Albatta payg'ambar chiqqandan keyin o'sha zamonga o'shani narsasi bilan ish qilinadi, ya'ni o'sha Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatadi. Ya'ni hozir internet zamoni o'zini mahzisini Alloh taolo va'da qilgan. Iso alayhissalom ketadi degan Zuhruf sura 61-oyat, Naml sura 82-oyatga dobatil arsh chiqadi degan, qarg'aydi degan, so'kinadi degan. Endi so'kinib qarg'aymiz, belgi qo'yamiz. Ya'ni qo'ljoqjaq chiqadi degan, oxirgi zamonda xaftonlik kishidan keyin yozsanglar. Xaftonlik kishi sabirladi edi. Asob bilan boshqardi, mana qo'pol boshqardi, hech narsaga erishmadi. Ikkinchisi kim chiqadi? Jaq degan qul chiqadi. Jaq nayna ko'p gapiruvchi. Internet orqali degani. Internet nima uchun ko'p gapiradi? Prosmotr ko'p bo'ladi, shuning uchun ko'p bo'ladi. Ya'ni prosmotrdan baqa taylaysanlar, gapirasanlar. Lekin nima bo'lyapti? Hech narsa o'zgarish bo'lmayapti. Yangi Chamanzoriyga, yangi kimda Abdulla Zufaringga, yangi Abdulla Domillanga, Abror Muxtoringga men savol beraman. Yangi mullaman deganing, masjidlaringga, imomchalaringga, boshqa balay battallaringga, yangi kimga uyg'urlarga yordam beraman degani yoki Falastinga yordam beraman degan balay battallaringga, yoki yangi Makkani aylanib borib oq narsalarni kiyib yelkalarni ochib aylanib kelayotganlaringga, rasmlarga tushib, payg'ambar yoniga namoz o'qiyotganlaringga, payg'ambarga salom berayotganlaringga aytganmanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Mahdi chiqqanga tog'lardan, qorlardan oshib sudralib bilsa ham oldiga boringlar deganlar. Mansanlarni ko'ramanki, hamma ko'tingni bekitish bilan, ko'tingni olib qochish bilan avorasanlar. Yangi bitta nima degandi? Qahhormi? Shuhratshon kanalga Qahhor Abduqahhor aka degani, men Imom Mahdi ham emasman, boshqa hamman deyapti. Endi Mahdi ilmni qasamagan meni ko'rsataman deyapti Dovudni. Davud alayhissalomdan kelgan tobut sakinatlarni o'sha yangi bitta yashilgan sandiqni ko'rsataman deyapti. U hech qanaqa yo'q ham O'zbekistonga deyapti. O'zbekiston butun bo'y balo-balo battar bo'ladi deyapti. Endi Imom Mahdiyni to yangi missiyasini ado etganidan keyin nimada missiyasi? G'arb mamlakatlarini da'vat qilish, Rumni da'vat qilish, shuning uchun birikish kerak. Yangi nimada? Sho'rashonga demak 800 mingta podpisчик bor ekan. Demak, hech bo'lmasa 200 mingtasi nima qilyapti? Prosmotr 300 mingta prosmotr bo'lyaptimi? Salar nima qilish kerak mana shu? Nimada? Men 1,5 million nimang bor? Podpisчик bor. Yangi Jasmin Trasinga 5 millionta podpisчик bor. Demak, Ozoda Nur Saidovanga 3 millionta podpisчик bor. Deylik 3 millionta like bilan bossang, kommentariy yozsang nima bo'ladi? Mana bu YouTube'ning yevrilariga bilsa, yevring ham raqam turib berishi mumkin. Nima bo'lyapti bu deb, ha? Sal qaraydi boshlaydi. Men ular bilan hisob kitob qilaman. Yangi Putinning bilan ham, yangi Iso alayhissalom soldatlari degani bilan ham, yangi nimada? Don deganingni nimasi politologiya, ha? Nima bo'lyapti? 5-6 yildan beri odamlar bo'lyapti. Undan keyin sen o'ylaysan tinch bo'ladimi? Shuning uchun nima qilish kerak? Nima Imom Mahdiga ergashishing kerak. Imom Mahdi degani yashiringan imom degani. Hey lelna mana qilib qo'lini mana ko'tarib haykalga biz to'g'ri yo'lga borayotgan edik degandi. Mana shuni qo'limni ko'tarmasam ham men senga aytayki, biz to'g'ri yo'lga borishimiz uchun senlar Imom Mahdiga birikishing kerak, bayat berishing kerak. Tushunabsanlarmi? Mana shunaqa asosiy nima bo'ladi? Qiyomat soati degan, qiyomat soati Iso degan, qiyomat soatdan o'tish kerak. Buni o'tmasdan senga hayot yerda bo'lavermaydi. Buni umidini qilib o'tdimi? Alloh men qilgan narsalarni yerdan supurib tashlash kerak. Har bir qarsh yer masjiddir degan. Alloh taolo ibodat uchun yaratgan ins va jinslarni men o'zimga ibodat uchun yaratdim degan. Ya'ni beshik oromgoh qildik degan, qarorgoh qildik degan yerni. Ya'ni beshik deganing ko'rib turibsanki 24 soat yer o'z atrofdan chiroyligina aylanib, yangi qarab bir yulduz sarab ketyaptimi? Necha yil, necha milliard umri bo'lsa, yana shuncha umr bor, 4 milliard desa, yana 4 milliard deylik umr bor, lekin bu nima deyapti? Qiyomat soati degandan o'tish kerak. Nima bilan? Alloh Qur'onni chiqardi. Alloh nima uchun chiqardi? Buni senlarga kufr qilib pul ishlash uchun, xalqaro urishing emas. Nima qilish uchun yubordi? Buni konstitutsiya o'rniga qo'yish uchun yubordi. Konstitutsiya o'rniga qo'yiladi. Kakpalarni yerga qo'yadi. Mahdan chiqqan g'arb mamlakatlari islom kiraydi. Dabbasi bu nima degan? Sekin sudraluvchi. Ya'ni da'vatim ham yaxshi bo'lmayaptimi, rivojlanmayaptimi, unga birikmayapsanlarmi, ko'tingni olib qochyapsanlarmi, kuntalar, migrantlar, sukalar,
Masalan, nima uchun yuribsan oqa, yangi semiz ponchiklar, yangi semizcha zo'r narsa degan ekan. Yangi bir kuntacha buni nima qilish kerak, nomla deyapti. Kuntacha suka bilan kutingni olib qochganlar, yumshoqqina kuchchayni bilan, suka голубой bilan. Birikishing kerak, bo'ysunishing kerak, lak bo'lishing kerak. Kuntabusinga o'ynatishim kerak men san sukalarni. Kuntabusin degani kundagi shu kunlar shunlardi. Ya'ni o'sha yaxshi kunlar kelsin degani, qo'ldan hech narsa kelmaydi. Ya'ni Rasulullohga o'sha yaxshi kunlar kelsin degani. Kalla bo'lsin, shalla bo'lsin, g'alla bo'lsin, sunna bo'lsin, kunna bo'lsin, kunta bo'lsin. Ya'ni bu duo o'sha menga qilingan, o'sha 41 yoshimga qilingan. Nima uchun 40 yoshimga emas? Chunki hadisda masalan qaytarib aytaman, ikkita xalifa bo'lsa, bittasiga bayat beringlar, bittasini o'ldiringlar degan. Ikkita xalifaga bayat berilgan bo'lsa, yoki bittasini o'ldirish kerak. Ya'ni Usama bin Laden 40 yoshimga Imom Mahdi bayat olmadi. Nima uchun? Alloh taolo saylamadi 40 yoshimga, chunki Usama bin Laden tirik edi. 2011-yil 7-iyulga 65 kun o'tgandan keyin Alloh taolo meni sayladi. Nima deyapti? Demak, 40 kishini yubordi sanlarga, asob bilan boshqarib, qo'pol boshqardi. Yangi jihad qilaman deb bo'yniga yangi bombalarni urib, ayollarga ayol filmda bor. Endi keyingisi kimdi? Jahjahdan qul yoki bir dabba sidiraluvchi, sekin sidiraluvchi sanlarga asosda gapiradi, da'vat qiladi. Albatta bir da'vat qiluvchini ketidan nima keladi? Azob, balo keladi. Seni yaxshi unutma, ya'ni kimdi u kishi Abdullah bin Maqsudni aytganlarkan, Duxon surasi, Duxon haqida so'raganlar, chang tutun o'sha yangi 10 ta katta alomatlardan biri bo'lsa, u nima deganlarga, o'sha aytganlarki, Makkaga o'sha paytlar bo'lib o'tgan o'sha ocharchilikka, o'sha kofirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqan paytlarga o'sha narsa bo'lib o'tgan deganlar. Lekin bu yana 10 ta katta alomatga qo'yilgan, bu nimadi? Bu yana changi chiqib ketishi mumkin yerda, bilasizmi? Suv bo'lmagan mana 20 kun mollaringga, boqiladigan mollaringga suvni to'shib berding, kanallarga. Yangi nima degan? Hazrati Taborakka Mulk surasiga oqar suvlaringizdan 30-oyat degan, 29ga oqar suvlaringizni yerga sizdirib yuborsa, kimsalarga chiqarib beradi degan. Ko'rabsanlarmi, qanaqa bir imkoniyatlarga, sharoitlarga turibsan, sanlar bir qanaqadir sharoitimni qilib olaman deb, domingga, kvartirangga buzuv haqini devonni baqavizingcha o'zing ana unaqa supersanlarlar yaratmoqchimisan, osmonlarga uchaytiyon patingga, lekin Alloh taolo sanlarga mana shunaqa bo'lmaydi qilib qo'yibdi yerda kislorodlarga to'ldirib, sukalar. Bunga ibodat Alloh taoloning buyrug'i bilan, Qur'on bilan bo'ladi. Qur'on konstitutsiya, bu konstitutsiyani qo'yish shuman ketimdan yergacha bo'ysunishing kerak. Qaysinaqa bloger bo'lasan? So'kinishni boshlayman, sukalar. Musulmonmisan, like bos, kommentariy yoz, bos naxuy. Hech narsa emassan, musursan, bioorganik musursan, tamomsan. Iching to'la nima bir xaltani unaqasan. O'shani to'kib yashayverasan, og'zingdan kiradi va qiynan chiqadi, lekin biomusursanlar. Faqat ibodating, toza ibodating bilan Alloh taologa borasan. 3 ta narsa qoladi insonlikdan, bittasi ergashadi degan. Nima ergashadi? Nima qoladi? Amallaring ketasan bilan qolgan bola chaqang, mulking qabristongacha boradi, qaytadi. Bitta yangi nima qoladi? O'zing bilan amaling qoladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.